Diqqat, tezkor xabar. O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Goli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Bugun 27-oktyabr kuni O'zbekistonning qator hududlarida kuchli shamol va chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, kunduz kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Navoiy viloyatida ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr/soatgacha kuchayishi, chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Mazkur hududlar aholisi hamda mehmonlardan ehtiyot choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. O'zgidrometning ta'kidlashicha, bunday ob-havoda fuqarolar ochiq havodagi faoliyatini qisqartirishi, xonadan tashqariga chiqqanda niqob taqishi kerak, deyiladi xabarda.